Aviatsiya tarixidagi eng dahshatli havo to'qnashuvi 1996-yil noyabr oyida sodir bo'lgan. Qozog'istonning aviakompaniyasiga tegishli 1907-reys New Dehliga 37 ta yo'lovchi bilan yo'lga chiqdi. Oradan ko'p o'tmay Saudiya Arabistonining 763-reysi ham New Dehlidan uchib chiqdi. U 312 yo'lovchini Saudiya Arabistoniga olib ketayotgan edi. Ko'p o'tmay Hindiston havo harakati boshqaruv markazi Saudiya reysiga 14 ming fut balandlikda parvoz qilishini aytdi. Qozog'iston samolyotiga esa 15 ming futda qolishini va bir necha daqiqa kutishini aytdi. Shunda Saudiya reysi xavfsiz o'tib ketishi kerak edi. Ammo kutilmagan holda Qozog'iston samolyoti aytilgan balandlikni buzib pastlasha boshladi va bilmagan holda 14 ming fut balandlikka Saudiya samolyoti uchayotgan darajaga tushib qoldi. New Dehlidan taxminan 100 kilometr uzoqlikda joylashgan Charki Dadri qishlog'i yaqinida ikkala samolyot havoda to'qnashib ketdi. Bir soniya ichida samolyotlar parchalandi va 349 kishining barchasi halok bo'ldi. Tergov boshlangach ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, Qozog'iston ekipaji ingliz tilini to'liq tushunmagan. Natijada halokat yuzaga kelgan. Ayb Hindiston havo nazoratida emas, balki Qozog'iston uchuvchilarida edi.